birovni haqqini yeyish kerak emas, imkon qadar birovni haqqiga xiyonat qilish kerak emas deb bilaman. Imkon qadar so'zimizni to'g'rilashimiz kerak, ayniqsa erkaklarda ko'p so'kinishlar bo'ladi-da. O'shanaqa holatlarni to'g'rilashimiz kerak. So'kinadigan erkak kishilar yoki bir ayollarda yomon qarg'ish gaplarni ko'p ishlatadigan ayollarni shu og'zidan najosat keladi deb eshitganmiz. Najosat ham, qon ham, laxta, nima deydi? Shunaqa qon keladi. Keladi, ha, keladi. Mayli, jahlingiz chiqyaptimi? Alloh uchun indamay keting. Qalbingiz og'ridimi? Bo'ldi, yetadi u. Uni qarg'ash yoki u bilan olishish yoki u bilan talashish, janjallashish hech keragi yo'q deyman. Oldin eshitganmiz, mana hozir endi tushuncha bo'lyapti. Og'zingdan qoning kelsin degan qarg'ishlar bo'lganda, oldin biz yoshligimizda ko'p narsa hayolingizga keladi ko'rganingizda. Shu menimcha nohaq qarg'a bo'lmaydi-da. Osmon larzaga kelar ekanda, u qarg'ish nohaq bo'lsa o'zingizga yana qilar ekan. O'shaning uchun imkon qadar